Assalomu alaykum. Ismim Mahmedov Bekzod. Famid klinikasida travmatolog, ortoped bo'lib ishlayman. Bugun sizlar bilan suhbatda PRP terapiyasi haqida olib bormoqchi edim. PRP terapiyasi o'zi nima? PRP terapiyasi bu inglizcha qisqartma bo'lib platelet rich plasma, ya'ni trombositlarga boyitilgan plazma deyiladi. Bunda bemor qonidan trombotsit hujayralari ajratib olinadi va uni qon zardobi sifatida zararlangan soha yoki to'qimaga yuboramiz. Bundan maqsad shikastlangan joyga tushgandan keyin trombotsitlar o'zidan o'sish faktorlarini ishlab chiqaradi hamda regeneratsiyaga start beradi. Ya'ni o'sha joyi qayta tiklanishini, bitishini yoki tuzalishiga sabab bo'ladi. PRP terapiyasi kimga ko'rsatma bo'la oladi o'zi? Bunda bo'g'imlari og'rigan bemorlar misol uchun, bularda uzoq vaqt davomida bo'g'imlari og'rigan hamda artroz rivojlangan bo'lsa, bunaqa bemorlarga ba'zi holatlarda operatsiya ko'rsatma bo'lsa ham, operatsiyani o'rniga operatsiyasiz usul sifatida tavsiya ko'rsatiladi. Bunga sabab chunki bemorlar hamma ham operatsiyani o'ta olmaydi. Boshqa usullarga nisbatan ustun hisoblangan PRP terapiyasi ko'rsatma bo'ladi. PRP terapiyasi kimga ko'rsatma bo'la oladi? PRP terapiyasi bo'g'imlarda kasalligi bor bo'lgan yoki pay, bog'lamlarda shikastlanish bo'lgan yoki operatsiya o'tagan bemorlarda qayta tiklanishi kerak bo'lgan bemorlarga ko'rsatma bo'la oladi. Qanday qilib PRP terapiyasi o'zi bajariladi? Bunda bemor klinikaga keladi va ertalab qon topshiradi. Va qonini maxsus o'sha sentrifuga asbobida maxsus rejimlarda aylantirib trombotsit hujayralarini ajratib olamiz. Trombotsit hujayralarini qonni zardobi sifatida uni konsentratsiyasini oshirilgan holatda yana o'sha shikastlangan joyiga yuboramiz. Agar sizni ham bo'g'imlardagi chidamsiz og'riqli bezda qilayotgan bo'lsa yoki pay bog'lamlarini shikastlanishi cho'zilayotgan bo'lsa, sizga PRP terapiyasi ko'rsatma hisoblanadi. Marhamat, Famid klinikamizga tashrif buyuring. Men sizga PRP terapiyasi bo'yicha yordam beraman. Manzil va telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.